ustoz har kuni rodda ish jonga tegib, uy egasi kishi boshiga 50 mingdan berayotgan bo'lsa, ko'chaga chiqib, xohlagan narsamizni yeyolmaymiz-da. Men seni o'ylab qolman shu ishni. Qara semirib ketganingni ozasan, ye tezroq. Bilaman, maqsadingiz sovg'a qilishmi? Nima? Yo'q, hech nima. Oling, zo'r. Qo'y, menga pul kerak. Pul uy egasiga ham kerak. Bola turibdi, gap pul berori shundoq. Gap? Erkak kishi ham gap o'ynaydimi ayollarga o'xshab? Ishi gap chiqyapti o'zi, ishni qil. Voy, kitob-ekdan beri pul bermayapsiz, uyingni so'rayapti. Ishlasam-yu bu kunni topib olmayman-da. Ana kuni sigaretga 10 ming pul berdim. Keyin uydagilaring gapirsa, menga qilsin, tushuntirib yuboraman o'zim. Chop boraman, kitob-ekka uxlatib yuborasan-da. Nima? Bo'lib, 4 kun turaman yoki. Ha, bo'ldi, Nafisa. Menga qara. Men buni shu 2 kundan keyin kelaman. Hamma joyi shukurga qilib tayyor qilib qo'ydim, tushundingmi? Sizga yara chiqqanmi? Qarashib olmaysizmi? Voy, meni changga allergiyam bor. Sachili qilib nima bor ekan? Nima? Yo'q, bo'ldi, cho'tga qilib qo'yaman. Ha, shogird bitirdingmi? Bo'ldi, ishlamayman. Ishingizga ham, o'zingizga ham bor. Ha, chap tomoning bilan turdingmi? Qo'lni shukurga qurib odam zeb bo'lib ketdi. Nima qildingsan? Mana Aspro S8 shunda qilaylik. Ya bu bo'lmaydi, qo'lingni ortib qo'yadi. Vakimi ham bor. Changib ketadi hamma yoq. Voy, mana pilisosi ham bor. Hech qancha changmaydi, allergiyangiz ham qo'zmaydi. Ota bobolarimiz nimalar qilgan? Shunday qilasan, tushundingmi? Unda o'zingiz ishlaysiz. Ketsang ketur. O'zimni qo'lim shukurki. Qani? Endi nima qilaman-a? Nima bo'lganda ham ustozim. Bitta o'zlari shukurga qilarlar. Hozir ishdan ketib qolsam, kitob-ekka ham qolib ketdimi? Sal o'zlariga ko'sillar. Qaytib boraman. Salom qizlaring. Nima qil? Aytganingcha bor ekan. Mana parat, vo'bshi zo'r ekan. Ishni qara, tez ham sifatli chiqyapti. Allah tekraysa. Nima? Aytdim-ku, zo'rdi. Mashina masa qilamiz, hozir kimni albatta chiqaman. Tezash.